Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti real iqtisodiyot kafedrasi professori Shodiyeva Gulnora Mardiyevna bugun sizlar bilan ishlab chiqarishni tashkil etish fanidan eng asosiy iqtisodiyot nazariyasini ishlab chiqarishni tashkil etish fanini eng muhim mavzularidan biri hisoblangan raqobat va bozor mexanizmlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bugungi mavzuyimiz sof va deyarli mukammal raqobat deb nomlanadi. Raqobat iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, iste'molchilar ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishga xizmat qiladi. Agar bozorda raqobat bo'lmasa, firmalar narxlarni sun'iy ravishda oshirishni hamda ishlab chiqarishni kamaytirish iste'molchilar manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli raqobat iqtisodiyotni va ishlab chiqarishni tashkil etish fanini asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiyotni asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Biz bugungi ma'ruzamizda asosan raqobatni shakllarini ko'rib chiqamiz. Xususan, firmalar bozorda qanday raqobatlashadi? Ular qaror qabul qilishda raqobatchilarni qanday hisobga oladi va bu jarayonlar bozor natijalariga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilamiz. Shuningdek, albatta, biz shu bilan bir qatorda raqobatni narxlar bo'yicha raqobat, ishlab chiqarish miqdori bo'yicha raqobat va firmalarni strategik o'zaro ta'siri kabi raqobatni ta'siri kabi eng muhim iqtisodiy ko'rsatkichlarni, iqtisodiy tushunchalarni siz bilan ko'rib chiqamiz. Bugun biz ma'ruzamiz doirasida mana tarkibiy qismi bilan tanishadigan bo'lsak, eng avvalo birinchi biz narxlar bo'yicha raqobat tushunchasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda mukammal raqobat modeli, narx qabul qiluvchi firma va foydani maksimallashtirish qoidalari tahlil qilinadi. Ikkinchidan esa biz miqdor bo'yicha raqobatni, ya'ni Kornot modeli haqida gaplashamiz. Bu model firmalar ishlab chiqarish hajmi orqali raqobatlashishni tushuntiradi. Uchinchidan biz strategik o'zaro ta'sir tushunchasini o'rganamiz. Bu yerda firmalarni qarorlari bir-biriga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz. Shu tariqa bugungi ma'ruzamiz bozor raqobatini nazariy amaliyoti va nazariy asoslari amaliyotda namoyon bo'lish shakllarini chuqur tahlil qilib chiqamiz. Hammamizga ma'lumki, bozor iqtisodiyotida firmalar iste'molchilarni jalb qilish uchun turli usullardan foydalanadi. Eng keng tarqalgan usullardan biri bu raqobatlar, narxlar raqobati bo'lib hisoblanadi. Narxlar raqobati deganda biz firmalarni mahsulot narxini o'zgartirish orqali bozor ulushini oshirishga harakat qilishi tushuniladi. Masalan, agar biz firma mahsulot narxini pasaytirsa, u ko'proq mijozlarni jalb qilishi mumkin. Bu holatda raqobatchilar ham narxni pasaytirishga majbur bo'lishi. Biroq raqobat faqatgina narx orqali amalga oshmasligi, ko'p hollarda firmalar narxsiz raqobat usullaridan ham foydalanishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni narxsiz raqobat asosan quyidagi omillarga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Eng avvalambor mahsulotni sifati, uni dizayni, shu bilan bir qatorda servis xizmati, brend imiji, reklama, innovatsiyalar bo'lib hisoblanadi. Lekin real bozorlarda bilamizki, aksariyat hollarda aralash raqobat kuzatiladi. Ya'ni firmalar bir vaqtni o'zida ham narx, ham sifat, ham xizmat orqali raqobatlashadi. Endi biz agar mukammal raqobatni iqtisodiy nazariyada bir ideal bozor modeli sifatida qaraladi, hammamizga ma'lumki, va bu modelda bir qator muhim shartlar mavjud bo'ladi. Birinchidan, bozorda juda ko'p sonli firmalar faoliyat yuritadi. Ikkinchidan, bu yerda hech bir firma bozor narxiga ta'sir ko'rsata olmaydi. Ikkinchidan, bozorda erkin kirish va chiqish imkoniyati mavjud bo'ladi. Uchinchidan, agarda mana shu bozorda yuqori foyda bo'lsa, yangi firmalar kirib keladi.
Agar zarar bo'lsa, samarasiz bo'lsa, firmalar albatta bozordan chiqib ketadi. Uchinchidan, bozorda bir xil mahsulot sotiladi. Bu holda iste'molchilar mahsulotni ishlab chiqaruvchisiga qarab emas, balki narxiga qarab tanlaydi. To'rtinchidan, bozor ishtirokchilari to'liq axborotga ega bo'lishadi. Bu shartlar mukammal raqobat modelida bozorning eng samarali ishlashini ta'minlaydi. Hammamizga ma'lumki, mukammal raqobat sharoitida firma narx qabul qiluvchi hisoblanadi. Bu degani firma bozor narxini mustaqil ravishda belgilay olmaydi. Narx bozorda talab va taklif asosida shakllanadi. Agar firma bozor narxidan yuqori narx belgilasa, xaridorlar boshqa firmalardan mahsulot sotib oladi. Shu sababli firma barcha mahsulotini bozorda mavjud narxda sotishga majbur bo'ladi. Shu sababli mukammal raqobat sharoitida quyidagi tenglik amalga oshadi. Mana formulani ko'rib turibsiz. Bu yerda aytaylik, P bu narx bo'lib hisoblanadi, AR bu o'rtacha daromad, MR esa chekli daromad bo'lib hisoblanadi. Foydani maksimallashtirish uchun firma shunday ishlab chiqarish hajmini tanlaydiki, bu yerda narx bilan aytaylik, mana bu yerda narx bilan chekli xarajatga teng bo'ladi. Mana narx va chekli xarajat bir-biriga nima bo'lar ekan? Teng natijani berar ekan. Ya'ni bu yerda bilamizki, bu natija o'sha jamiyatni nuqtai nazaridan resurslarni samarali taqsimlanishini anglatadi. Agarda firma bozorda allaqachon shakllangan narxni qabul qilish kerak va uni o'zgartira olmaydi, narx tashqi omil sifatida namoyon bo'ladi. Agar firma narxni oshirsa, xaridorlar boshqa firmalardan sotib oladi va bu yerda savdo hajmi keskin kamayadi. Agar firma narxni tushirsa, ko'proq sotishi mumkin, biroq foydasi kamayib ketadi. Endi firmani asosiy maqsadi biz bilamizki, foydani maksimallashtirish bo'lib hisoblanadi. Mana bu yerda formulani ko'rib turibsiz slaydda. Demak, bu yerda TR bu umumiy daromad bo'lib hisoblanadi, TS esa umumiy xarajat bo'lib hisoblanadi. Bilamizki, iqtisodiy tahlilda chekli tahlil usuli qo'llaniladi. Agarda biz ishlab chiqarishni ishlab chiqarishni oshirish maqsadiga muvofiq bo'ladi. Agardaki chekli xarajatdan kichik bo'lsa, ishlab chiqarishni kamaytirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda aytaylik, chekli xarajat va chekli daromad, chekli xarajat va chekli daromad daromadlar, umumiy daromadlar albatta aytaylik, maqsad o'sha teng bo'lgan nuqtada maksimal foyda oladi. Shunga biz erishishimiz lozim bo'ladi. Mana ishlab chiqarishni to'xtatish qoidasi, demak shutdown qoidasi deyiladi va bu yerda aytaylik, mana ko'rib turganingizdek, ishlab chiqarish davom ettirish uchun aytaylik, zararni kamaytirish kerak bo'ladi. Ishlab chiqarishni aytaylik vaqtincha to'xtatish, bu optimal qaror qabul qilishga to'g'ri keladi. O'zgarmas xarajatlar ishlab chiqarish bo'ladimi, yo'qmi, baribir to'lanadi. Shu sababli ham aytaylik, bu yerda shu qoidaga amal qilish talab etiladi. Ya'ni biz agar e'tiborimizni mana bilamizki, ko'plab real bozorlarda firmalarni narxini emas, balki ishlab chiqarish hajmini strategik qaror sifatida tanlaydi. Bu esa miqdor bo'yicha raqobat deyiladi. Bunday raqobat qayerlarda qo'llaniladi? Asosan oligopoliya bozorlarda keng tarqaladi. Masalan, sement, metallurgiya, neft sanoati, elektroenergetika bu sohalarda firmalar ishlab chiqarish hajmini o'zgartirish orqali bozor narxiga ta'sir qiladi. Endi biz bu yerda asosan narxlar raqobati va
samaradorligiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu yerda asosan miqdor bo'yicha raqobatni tushuntirish uchun ko'p hollarda iqtisodiyotda Cournot modeli qo'llaniladi. Bu model 19-asrda nima edi, fransuz iqtisodchisi Antuan Cournot tomonidan ishlab chiqilgan. Modelni asosiy g'oyasi shundaki, bu yerda firmalar bir-birini qarorlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarish hajmlarini belgilaydi va shu bilan birga, ya'ni har bir firma raqobatchini ishlab chiqarish demak hajmini berilgan o'sha deb hisoblaydi va o'zini optimal ishlab chiqarish miqdorini tanlaydi. Demak, Cournot modelida biz muhim tushunchalardan biri bo'lib bu yerda hisoblanadi. Bu yerda asosan muhim holat shundayki, reaksiyani funksiyasi o'sha firmani raqobatchini harakatlariga qanday javob berishi. Agar raqobatchi ishlab chiqarish hajmini oshirsa, bozordagi umumiy taklif ortib ketadi va narx pasayadi. Bu holatda ikkinchi firma o'z ishlab chiqarish hajmini kamaytirishga harakat qiladi. Bu yerda mana biz real bozorlarda firmalar qarorlari bilan emas, bir-biridan mustaqil firmalar qarorlari bir-biridan mustaqil bo'lmaydi. Biz bilamizki, bu yerda aytaylik, har bir firma qaror qabul qilishda raqobatchilarni ehtimoliy harakatlarini hisobga oladi va bu holat iqtisodiy nazariyada strategik o'zaro ta'sir deb hisoblanadi. Ya'ni bu yerda aytaylik, narxlar raqobatida asosiy savol qancha arzon sotaman bo'ladigan bo'lsa, miqdor bo'yicha asosiy raqobatda raqamlarimni qandaycha ishlab chiqarayotganini hisobga olib, men qancha ishlab chiqarishim kerak degan nima edi, savolga javob berish kerak bo'ladi. Endi bu yerda biz yuqorida aytganimizdek, bu modelni aytaylik, miqdor bo'yicha raqobatni asosiy nazariyasi bo'lishligi va ushbu xulosa qiladigan bo'lsak, Cournot modelida narx ishlab chiqarish qarorini bevosita natijasi, miqdori esa firmani asosiy strategik bog'lovchisi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda biz yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerakki, ya'ni Cournot monopoliya va mukammal raqobatni solishtiradigan bo'lsak, mana firmalar soni qancha bo'ladi? Mukammal raqobatda masalan firmalar soni juda ko'p. Cournot modelida bu oligopoliya bo'ladi kam, monopoliyada esa firmalar soni yagona bo'ladi. Xuddi shunday mana narx darajasi, ishlab chiqarish, iste'molchi farovonligi va aytaylik, shu ko'rsatkichlar bo'yicha demak biz Cournot oligopoliyasi bu mukammal raqobat va monopoliya o'rtasida oraliq holatni egallaydi. Real sanoat tarmog'idagi firmani xatti-harakatini tushuntirish esa muhim zarurat bo'lib hisoblanadi. Mana bu yerga biz aytaylik, bu slaydda ko'rib turibsiz. Masalan, muayyan hududda ikkita yirik sement zavodi faoliyat yuritmoqda. Mahsulot deyarli bir xil, ishlab chiqarish quvvatlari oldindan rejalashtirilgan va narxini tez o'zgartirish qiyin. Bunday sharoitda firmalar o'rtasidagi raqobat aynan miqdor bo'yicha raqobat shaklida namoyon bo'ladi. Masalan, agarda bozorda sement taklifi ortadi, narx pasayadi, zavodni har birida birlikdan foydasi kamayadi. Ikkinchi zavod uchun ishlab chiqarishni kamaytirish foydali bo'lib qoladi. Agar ikkala zavod ham birga oshirsa, bozorda taklif keskin ko'payadi, narxi yana tushadi, har ikkala firmani foydasi kamayadi. Bu holat ikkala firma uchun ham noqulay bo'ladi. Mana shu Cournot muvozanatida har bir raqibni hajmini hisobga olib optimal miqdor tanlanadi. Hech biri yakka o'zi o'zgartirib foydani oshira olmaydi va barqaror holat shakllanadi. Endi miqdoriy raqobatni albatta iqtisodiy samaradorligi mavjud. Bu yerda o'ziga xos ijobiy jihatlari bor. Ya'ni
ishlab chiqarishni hajmini monopoliyaga nisbatan yuqori bo'lishi, narx monopoliyasidan pastroq bo'lishi, bozorda mahsulot ko'proq mavjud bo'lishi yoki iste'molchilar uchun tanlov imkoniyatini kengayishi ijobiy jihatlari bo'lib hisoblansa, o'ziga xos salbiy jihatlar ham bor. Bu narxni chekli xarajatlar yuqori bo'lib qoladi. Demak, oylik yo'qotish, resurslar to'liq optimal taqsimlanmaydi, mukammal raqobat darajasidagi samaradorlikka erishmaydi. Real iqtisodiyotda esa raqobatni rag'batlantirib, bozorga kirish to'siqlarini kamaytirish, shaffoflikni oshirish orqali ushbu kamchiliklar bartaraf etiladi. Endi real iqtisodiy amaliyotda biz bilamizki, firmalar qarorlari hech qachon yakka va mustaqil tarzda qabul qilinmaydi. Har bir firmani narx yoki ishlab chiqarish miqdori bo'yicha qarori raqobatchilarni ehtimoliy javob harakatlarini oldindan hisobga olgan holda shakllanadi. Bu holat esa strategik o'zaro ta'sir deb ataladi. Ya'ni bu yerda aytaylik, strategik almashtirishlarni ko'rinot mantiqi miqdor bo'yicha raqobat firmalar qarorlari bilan bir-birini almashtiruvchi xarakterga ega bo'ladi va bu reaksiya funksiyalari mantiqiy qulaylikka ega bo'ladi. Mana bu sxemada ham siz ko'rib turibsiz. Agarda bu yerda ko'rinot tipidagi bozorlarda firmalar quyidagi mantiqqa amal qiladi: agar raqibim ko'proq ishlab chiqarsa, man kamroq ishlab chiqarishim foydaliroq bo'ladi. Bu strategik almashtirish bozorda nisbatan barqaror natijalar, narx keskin o'zgarmaydi, ishlab chiqarish asta-sekin moslashishi ta'minlab boriladi. Endi ya'ni strategik modelni yana mantiqiy davomi sifatida biz narxlar bo'yicha raqobatni Bertrand modeli bu yerda qo'llaniladi. Bu modelda firmalar narxni asosiy strategik o'zgaruvchi sifatida ta'minlaydi. Agarda bir firma narxni pasaytirsa, boshqa firma ham narxni pasaytirishi mumkin yoki bo'lmasa uni natijasida narx ulushi yuzaga keladi. Mana bu slaydda siz narx va miqdor raqobatining strategik taqqoslanishini biz ko'rib turibmiz. Mana bu yerda siz mana shu Cournot va Bertrand modellari nimaga turlicha natijalar beradi? Asosiy sabab bu yerda firma qarorlarini o'zaro munosabatlardagi farqi. Miqdor bo'yicha raqobatda qarorlar bir-birini almashtiradi, narxlar bo'yicha raqobatda esa qarorlar bir-birini to'ldirib boradi. Endi mana bu strategik harakatni o'ziga xos iqtisodiy oqibatlari bor. Bu yerda aytaylik, Cournot bozorida ishlab chiqarish hajmi monopoliyadan yuqori, narx esa monopoliya narxidan past, bozor barqaror, narxlar keskin o'zgarmaydi. Demak, yo'qotishlar albatta mavjud, lekin monopoliyaga nisbatan kichik yo'qotishlar bo'ladi. Iste'molchilar o'rtacha darajada himoyalangan. Bertrand bozorida esa narxlar tez moslashadi. Demak, gomogen mahsulot bozorida narx chekli xarajatga tushishi mumkin, narx ulushi esa xavf yuqori bo'ladi. Firmalar foydasi barqaror emas, keskin tebranishi mumkin bo'ladi. Agarda biz real qaraydigan bo'lsak, bu yerda firmalar ko'pincha narx bilan ochiq raqobatlashish o'rniga ishlab chiqarish hajmi, quvvat, sifat yoki mahsulot differensiatsiyalari orqali raqobatlashishni afzal ko'radi. Bu barqarorlikni esa ta'minlaydi. Mavzu doirasida biz bir qancha asosiy yangi terminlarni ko'rib chiqdik. Masalan, agar xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, raqobat bu iqtisodiy tizimni markaziy mexanizmi bo'lib hisoblanadi. Mukammal raqobat bozor samaradorligini ta'minlaydi. Cournot va Bertrand modellari va real bozorlarda firmani strategik qarorlari tushunishga yordam beradi. Hurmatli talabalar, bugungi leksiyamizda biz
bozor iqtisodiyoti eng muhim mexanizmlardan biri hisoblangan raqobat va uni turli shakllarini birgalikda tahlil qildik. Avvalo raqobat bozor iqtisodiyotini markaziy instituti ekanligini ko'rib chiqdik. Raqobat orqali bozorda resurslar samarali shakllanishini, ishlab chiqarish hajmi va jamiyat ehtiyojlariga moslashib borishini ko'rib chiqdik. Biz raqobatni asosiy shakllaridan biri narxlar bo'yicha raqobat tushunchasini ko'rib chiqdik. Bu jarayonda firmalar iste'molchilarni jalb qilish va bozor ulushini kengaytirish uchun narx siyosatidan foydalanishini ko'rib chiqdik. Shu bilan birga real bozorlarda raqobat faqat narx orqali emas, balki servis, innovatsiya, brend orqali ham amalga oshirilishini ta'kidladik. Shundan keyin biz iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan mukammal raqobat modelini ham o'rgandik. Bu modelda firmalar bozor narxiga ta'sir ko'rsata olmasligini, bozorga kirish va chiqish erkinligi mavjudligi, mahsulotlarni bir xilligi va axborotni to'liqligi kabi shartlar amal qildi. Mukammal raqobat sharoitida demak, firmalar narx qabul qiluvchi hisoblanadi va ular foydani maksimallashtirish uchun ishlab chiqarish hajmini shunday tanlaydiki, bu yerda narx chekli xarajatga teng bo'ladi. Bu holat iqtisodiyotda resurslarni eng samarali taqsimlanishiga olib keladi. Keyingi qismda biz miqdor bo'yicha raqobat tushunchasini ko'rib chiqdik. Bu holatda ham firmalar narxni emas, balki ishlab chiqarish hajmini strategik qaror sifatida ta'minlaydi. Ko'rinot modeli ishlab chiqilgan. Ushbu model firmalarning bir-birini qarorlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarish hajmini belgilash jarayonini ko'rdik. Undan tashqari biz firmalar qarorlarini o'zaro bog'liqligini asoslagan strategik o'zaro ta'sir tushunchasini ko'rdik. Bunda firmalar raqobatchilarni ehtimoliy harakatlarini hisobga olgan holda qaror qabul qildi. Bu yerda ikki muhim iqtisodiy model, Ko'rinot va Bertrand modellari katta ahamiyatga ega. Ko'rinot modeli ishlab chiqarish hajmi bo'yicha raqobatni ilgari sursa, Bertrand modeli esa narxlar bo'yicha raqobatni tushuntiradi. Mana shu Bertrand modelini asosiy xususiyatini shunda ekanki, bu asosan narxlar urushlariga olib kelishi mumkin. Shu tariqa biz ko'rib chiqqan iqtisodiy modellar real bozorlarda firmani strategik qarorlarini tushuntirishga yordam beradi va bu modellar oligopoliya bozorlarini tahlil qilishda muhim nazariy asos hisoblanadi. Xulosa qilib aytdikki, yana raqobat iqtisodiyotni samarali ishlashini ta'minlaydigan asosiy mexanizm ekan. Shu sababli siyosatda raqobat muhitini qo'llab-quvvatlovchi sog'lom raqobat muhitini yaratish juda muhim bo'lib hisoblanadi. Hurmatli talabalar, bugungi leksiyamiz shu bilan yakunlandi. Keyingi mashg'ulotlarda biz bozor tuzilmalarini, boshqa turlarini, firmalarni iqtisodiy qarorlarini yanada chuqurroq tahlil qilamiz. Agarda sizda mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, ularni muhokama qilishga tayyorman. Sizga takrorlash uchun mana ekranda ko'rib turibsiz. Savollarni e'tiboringizga havola qilmoqdaman. Shu savollar bo'yicha tayyorgarlik ko'rib, ularni Moodle tizimiga yuklashingiz mumkin va keyingi darslarda biz muhokama qilamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sog', salomat bo'ling. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.